Ha tur choy poy damlamaysanmi? Voy, ovqat pishsinmi? Ha non pon salat palat qo'ymaysanmi? Bozor qilib kelaylik. Oylik poylik tushsinmi? Ey dada, baqir chaqir qilmaylik. Televizor ko'raylik, kino ko'raylik, kelib pillik ko'ramiz. Qo'yga hamdam hamdamni. Yulduz pulduznimi? Yulduzdan ko'ra serial ko'raylik. Dada shu yil to'y qilaylik, biz ham uylanaylik. Kelin pelin topdingmi? Artus gaplashing, qiz puzni topaman. Sen mol polga qara. Pul mulni to'ymoyinga ishlatamiz. Yem pemini berdingmi? Suv pulini ham berdim. Aka tezroq uylaning, bizga ham yo'l pul ochilsin. O'qish bitirib oling oldin siz. O'qishga borib marab o'tirmayman. O'qituvchi gapirmaydimi? Gap bilan ish pishim yo'q. Boshla keldi. Dilshod ketdi-ku. Ha, qo'shni bir bayram qilmaymizmi? Tushunmadim. Uzr, sizlar ola bunaqa gaplashadi-ku. Bir bayram qilmaymizmi? Bayram qilamiz, lekin aroq ichmaymiz. Unda qiziq-pizig'i yo'q-e. Ko't-po'tingizni qoqib oling, qorporga o'tirib olibsiz. Hammaning ko'zi sen. Chimaydi-chi? Singilchi? Bu o'g'ilchami, qizcha? O'g'ilcha? Mencha firincha. O'zi to'ylaring ham bo'ldi qancha? Menimcha 7 oycha. 7 oychada shu o'g'ilcha. Balocha? Uyoltirmang amakicha. Bu yoshlar yomon chaqqoncha. Havocham sovuqcha. Uyga ketdim. Ozgina o'tir. G'iybatcha-da. G'iybatchaman, suhbatcha. Yana kelyapti darmaycha. Assalomu alaykum amakicha. Ha bu qachon to'ycha? So'ymaysanmi bir qo'ycha? Iloj qancha chiqmayapti debdi, yaxshi qizcha. O'zi joyidami sog'liqcha? Saptimi jancha? Bakang qildi prikolcha. Ukacha, onachangni, otachangni qiynamasdan tezroq uylanda. Sizga nima farqi bor amakicha? Undan ko'ra qivering g'iybatchani. O tapishkachamdan basharachangga bir uraman. Aptichang yoriladi. To'liqmi? Go'dakcha. Открываю двери без ключа. Oy, yaponcha, optiyangmi o'sincha? Voy yaponcha, uyga qilamiz o'shuncha. Kakas yangi qilganda cho'poncha bilan salatcha. Qo'ying amakcha, uyga boray ertacha. Bu xotinchasining chiziqchasidan chiqa olmaydi-ku bacha. Pochcha. Oshirib yuborsiz ekanchicha. Ko'ngilchasiga tegib qo'ydingiz-da. Ko'ngilchangni ko'chasiga, ko'ngilcha. Bo'pti, unda bugunga yetadi g'iybatcha. Davay tagda, ertagacha. Assalomu alaykum. Ketvolik dadam bor ekan. Yo'qdan og'ziga. Nima qilyapti bu o'g'ling tualetda? Ko'ziga gummacha chiqib shunga tualetga salom ber degandim. Siz ham shu paytda kirasizmi? Boshqa joy yo'qmi salom berishga? O'tirganda ham qilmadi. Yomon tush ko'rdim. Tezda borib tushingni suvga ayt bola. Jamolar olib ketadi. Ko'rpachangni qilib qo'ydi. Voy, sharmada o'lsin. O'l katta bola. Aziz bolam, mana aroqdan 100 gram ichib yur, tomog'ing shunday yaxshi bo'ladi. Mana ichla. Qanday? Sağ. Dada, bu hayotda hammasi bekor. Onamni urishma. Kim ichirdi bunga? Yashaylar borasi. Ber. Eshakka yaxshilab jemlasang, orqangdan jaralanib ketadi. To'nqay. Ay, tishladi. Egiz tuqqansiz ha? Mening o'limga tepki chiqdi. Shuni bir tepib bering. Bo'ldi, gap yo'q. Yo'q, pirim. Vandammi siz xola nima qilyapsiz? Ertaga Hamid Sho'llanikiga soat 10da savobi janozaga boraverasan. Yosh qari. Ertaga Hamid Sho'llanikiga savobi janozaga. Kelinglar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Aka, bandalik ekan. Lekin bu narsani tushunmadim. Nimaga gul sharla qo'yib qo'ygansiz? To'g'ri bola, qanaqa bandalik, nafasingni siqil. To'y qilyapman, qizimni chiqaryapman men, Janoza deb eshitdik-ku. Janoza degan bizga. Kim aytgan uni? Uzr, ming bor uzr. Janoza deb eshitman, to'y ekan. Kayfchilikda endi sayjon. Hamid Sho'llanikiga to'y ekan. Janoza emas ekan.
xotiningga ayt, sochini yig'ishtirayursin. Hamma yoq sochib ketdi. Kecha dadangni ovqatdan ham chiqdi. O'zingiz ayting. Men endi qanday aytaman shuni? O'zing aytaver. Xo'p, aytaman. Bobur aka, Oyjonga ayting, o'zlarini suvni ishlatsinlar. O'zlariga alohida olib kelganmiz-ku. Bor, o'zing ayt shuni. Men qanday aytaman? O'zingiz ayting. Ey, xotiningga ayt. Har soatda pampers almashtiradi. Birinchidan bolaga zarar, ikkinchidan cho'ntagingga zarar. Mana dadang aytdi. Men qachon aytdim? Jimitarang. Aytasanmi? Oyi, o'zingiz aytsangiz bo'ladi-ku. Men qanday aytaman? O'zing ayt. Bitta aytaman. Deydi hammasi. Bobur aka, Oyjonga ayting. Ona ko'nglingizni. Taqayur. Qayerga? Taqayur oldinga tush. Qayerga? Mana ayam, o'zlariga gapir, yuziga gapir. Ayajon, o'ziga gapiring, keliningizga gapiring endi. Men nima deyman? Shunday yaxshi kelinimdi. Qachon gapirganman? Sen gapir, gaping ko'p edi-ku. Men nima deyman, Bobur aka? Jannatim, qaynonam, onamdayin mehmonimsiz. Bu aktrisalari sizlarga bir Oskar berish kerak. Rol o'ynashni qaranglar bularni. Mahoratli aktrisalar. Bravo! Ay tahor omadim, lablari uncha yo'q. Xush kelibsizlar, yana keyingizlar, maylimi? Xo'p. Ya sniper misiniz ona? Bitta olay ona. Men senga filma dedimmi? Ay gireceğim. Barber imanı. Chimaysin! Birontang sifat shkolatiga tegmadin. Sandiqqa solib qo'yaman, yangi yilda jizanlar. Ya o'lsin shu yangi yil. O'tgan yil Aliviya salatingizni yeyman deb dadam o'lib ketdi. Endi biz shokolad yemasdan o'tib ketamiz shekilli. Sifat shirinliklari. Qanday dam olasiz bugun? Qanday deb o'ylaysan? Uylanmangsiz bari. Nimaga baxtliroq uylanmadim? Kelinimiz chiroyli, ko'z tegmasin. Hamsiyamiz Nargizdingmi o'zi? Men qara, sen bir chilcha jirding-ku shu Nargiz bilan o'g'lim. Voy kelin, siz hech ham xafa bo'lmang, o'zingizga olmang, maylimi? Jigitchilikda bo'lib turadi-da, aynan, a? Yo, Oyjon xafa emasman. Nargiz! Oyim aytdi-ku, yigitchilikda bo'ladi endi. Yirtaman Nargizingni. Uzr. Ha, O'sinjon, siz ham omadingiz bor ekan. Boburjon ham shuncha qizlar bilan yuraverib, oxiri sizga uylandi-ya. Yana xafa bo'lmang gapimga. Yo, opajon, sizdan nima xafa bo'laman? Ketdim, hozir kelaman. Onasini emasi. Nechta bilan gaplashgansan? Endi o'zining gapiraverdida kuyyapti-da u. Yana bir gap eshitsan, yo'raman. O'g'lim, ko'zingga nima qildi? Ishqab ko'rib oldim. Erta ko'rmaysanman, esingdami? Bitta qizning orqasidan rosa kaltak yerding. Shunga uylanmasam o'laman derding. Kelin qan? Bilmadim. Qara yomg'ir kunni. Juda o'rinli savol bo'ldi. Qarang. Hozir siz shashlik yeb o'tiribsiz-a? Uyda ayolingiz nima yeyapti? Erkak kishi nima yesa, ayoliga ham shuni yedirish kerak ekan. Ofitsiant, Nima akalar? menga 4 ta shashlik qo'ying, Saboy. Juft halolimga. Xo'p bo'ladi. Meni ham xotirimga 4 ta qo'ying, mazza qilsin. Menga ham 4 ta qo'ying. Kimga juft halolingami? Ha. Qo'ying. Mayli, ayolingizga shashlik olib berdingiz. Lekin ota-onangizgachi? Ota-onangizga oxirgi marta qachon shashlik olib berdingiz? Esla olasizmi? Ofitsiant, Nima aka? 10 ta shashlik qo'ying, padarri buzrukvorimga. Meni ham jannatim onamga 8 ta qo'ying. 4 ta shashlik qo'ying. Ota-onam diyetada.
Anaqay ota-onangizga shashlik olib berdingiz. Lekin jigarlaringizgachi, aka, singil opalaringizga olib berdingizmi shashlik? Ofitsiant! Shampurdagi bor shashlikni qo'ying 70 ta avlodimga. 100 ta jigar qo'ying, jigarlarimni olib ketaman. 75 ta qalay marketing? Zo'rmi? Hamma shashlik sotildi. Endi pastga tushamiz, pastda klientlarga oshga urg'uni beramiz, xo'pmi? Telefonim qoldi-ku. Jigarlaringizga somsa olib berdingizmi? Ofitsiant, olot somsadan 100 ta. Somsani ham sotamiz. Ketasanmi ket. O'zingga yet. Qaydanam sevdim. Men seni surbet. Alamlarga tashlab ketding ey Hey, azoblarga tashlab ketding ey Hey, mening sobiq sevgilim, sevgilim, sevgilim Endi seni, endi nima dey Hey, odam emasman qol desam, odam emasman qol desam